Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Ibrohimning bu uydan ketishdan burun Navol bilan ba'zi masalalar to'g'riliq, uchuq yo'riqlik bilan paranglashgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Navol baxt tuyg'usiga g'arq bo'ldi. U ko'ngli yayrag'an holda hujrasini tozalab yig'ishtirdi. Andin oshxonaga kirib o'choqqa o't yoqdi. Uning e'tiqodi va orzusi qachilangan qutichoq maydasida pulanglab, birdam uning yuragiga kirishga tushuk izlayotgandek ko'ngliga surkilatdi. Birdam ikki ko'ksi o'ttirsiga kirib oladi. Muhit qaytib keldi. U hech qanday xabar ilib kelolmagan edi. Ammo u soatning chikildishi nervisiga tegayotgandek bearam bo'layotdi. İbrahim Muhitqa mening ketadiganligimni dadangga tushlik aramdan keyin aytqin deganda, u imkon qadar bu ishni biladigan odamlarni azaytish, xabarning Abdulhamdiga anglanib qilishning oldini olish yoki bu oilaning turmush ritmiga ta'sir yetkazib qo'yib, Abdulhamdida gumon paydo qilib qo'ymaslikni ko'zda tutgan edi. Agar buni Abdulhamdi bilib qolsa, bu oilani yana nazorat qilishga boshlaydi. Agar dadam sizni do'stlari bilan qandoq aloqalashdi deb so'rab qolsa nima deyman? Deb so'radi Muhit mushkul ishqa duch kelgandek. İbrahim sal o'ylanib olib javob berdi. Maktabda İbrahimning bir do'stiga yo'liqib qolgan edim. U İbrahimni mashina bilan aketmoqchi bo'ldi, degan. Shundoq desak bo'lg'udek. Sen tag'amga do'stlarimning hech qaysisi mening bu yerligimni bilmaydiganligini aytib qo'y, dedi İbrahim. To'satdan Muhitning yodiga bir ish kechib qoldi. Agar dadam sizning harbiy kiyim bilan chiqib ketayotganligingizni ko'rsa nima deyman? Yiliqi do'sti bergan demamsan? Muhit jim bo'ldi. Buvaymu qaytib keldi. U go'yo chopini ichiga İbrahimni yushirib olgandek, chopini serilib ketib İbrahimning ko'rinib qilishidan ansirgandek nihoyatda asta mang'atdi. Chiroyidan beoramlik va g'am-g'ussa chiqib turadi. U beshiga kelgan pishkalchilikni to'la o'ylab harg'an, taqdirga tan bergan, qayta bosh qatirishni xolamaydi. Atrofida bo'layotgan ishlarni ko'rgusi, anglag'usimi yo'q edi. U bolalari bilan salomlashib bo'lib, İbrahimga berib qo'yg'in deb Al-Ikrom gazetini Muhitga berdida hujrasiga kirib ketdi. İbrahim o'ylagandek Abdulhamdimi keldi. O'zining aqlliqligini ko'rsatmoqchi bo'lib kelgan Abdulhamdi uzun o'ltirmadi. Abdulhamdi İbrahim Muhitlar bilan birdan paranglashib o'ltirdi va İbrahimga o'zining hiliqi saqchi og'inisi bilan uchrashganligini, u saqchi qo'lga ilinganlar ismligini atab bermoqchi bo'lganligini aytdi. Deginingizdek bo'lsin ilohim, bu ishni ching tuting. Siz menga yordam qildingiz, dedi İbrahim minnatdor bo'lgan holda. Asli Abdulhamdi u saqchi bilan uchrashmagan va saqchini tepish niyatim yo'q edi. Faqatla İbrahimni o'ziga ishondirish, o'zini uningga sodiq ko'rsatish uchunla shundaq deb qo'ydi. Andin u Samiyaning yoniga keldi. "Singlim, yaxshimsiz?" dedi u hijib. Samiya nozlanib boshqa yoqqa qarab oldi va "Yeni kepsiz-ku?" dedi. "Sizni seg'inibchu?" dedi Abdulhamdi yana hijib. Samiya uningga lapta qarab qo'yib, "Gapini qarang" dedi. Abdulhamdi go'yo Samiyadan "Sizni suyman" degan gapni anglagandek og'zi qulqiga yetdi. Tag'am uyg'unib qilib, "Mening bu yerda ishkanligim bilib qolmasin" deb putining uchida dissab chiqib ketdi. Buvay soat 5 da uyg'ondi. Uning uyg'onishi butun oilada harakat boshlanishning signali edi. Uydagilar iftorning tayyorligiga tushdi. Buvay tahorat ilib peshin o'qidi. Andin g'amga patgan holda dalon uydagi divonga kelib o'ltirdi. Ammo hech narsani xiyol qilmadi. Muhit Al-Ikrom gazetini ko'tarib kirdi. Buvay uning qo'lidan gazetni ilib ko'rishga boshladi. Muhit arisaldi bo'lib, qimirlamasdan turaverdi.
Bovay bishini ko'tarib jiddiylashgan holda so'radi. Nim bo'ldi? Nemish? Nimonda qarab tursan? İbrahim eg'ir yukdan xalos bo'lishga oltirgandek tarzda. İbrahim bugun ketmoqchi, dedi. Bovayning ko'zlari chekchib ketdi va ixtiyorsiz cho'chib so'rdi. Nim deyapsan? İbrahim ketmoqchi. Qachon? Soat qanchada mangdi ekan? Bovay uning so'zini bilib etdi. İftarga zambirak etilgan chog'da. Bovay cho'ng bir g'am g'usidan qutulgandek xushalliqqa cho'mdi. Ammo hozir bu xushalliqni chandurgan payt emasligini bilib, o'zini tutib oldi-da, beorom bo'lgan qiyofatda so'radi. Hamma ishni o'rinlashtirib qo'yibdimi? Uyimizdan chiqib ketgandan keyin uningga biror ish bo'lmasa, Bovay ko'nglini taskin topqizush, o'zini hissiyot, qoida-usul va o'ziga singan axloq fazilat jihatlarda yerga qaramaydigan qilish uchun o'g'li oldida o'zini salmoq tutdi. Va muhitning javobiga ancha e'ron qilmadi. Ham ishni joy-joyida o'rinlashtirdi. U nega bor ekan? Muhit dadisining oldida xuddi boshqaga doklad berayotgan xizmatchidek turgan peti javob berdi. Rostini aytsam bilmayman. Faqat uning bir necha og'inisi borlig'ini bilaman. U og'inlari bilan qanday aloqalashdi? So'roq qilgandek so'rdi Bovay. Men maktabda uning og'inisi bilan uchrashib qilib deb qo'ygan, dedi Muhit ko'zini dadisidan qochirib. Dadisi uningga alaydi. Muhit o'zini aqlamoqchi bo'lib darhol. Biroq ularning hech qaysi İbrahimning bu yerligini bilmaydi, dedi. Bovay ochiq aralash taajjub bilan Muhitga qarab birdan turdi. Ondan xuddi hozir uni tillaydigan chog' emas deb o'ylagandek, yoki İbrahimning bu uydan ketadiganlik xabarini anglab, paydo bo'lgan xushalliqi bilan o'g'ilni kechirayotganidek tilini chakildatib qo'yib. "Bo'pti, shundoq bo'lsin", dedi va jim bo'ldi. Bovayning jim bo'lishi bilan Muhitga jon kirdi. Kiyib ketsin deb İbrahimga og'inlardan harbiy kiyim akilib berdim, dedi u. Bovay o'g'lining buncha ishlarni qildiganligiga ishonmagandek hayron bo'lib turib qoldi. U ochiqini ichiga yutib, o'g'liga voqirib etishdan o'zini aron tutib oldi-da. Alloh taolo uning ishlarini o'ng qilg'ay, dedi. Bovay chin ko'nglidan shundoq bo'lishini tilaydi. Chunki İbrahimning bexatarligi Bovay va butun oiladagilarning bexatarligi bilan bog'lanishliq edi. U bir savobliq ishni qildim deb xotirjam bo'ldi. Shundoqla uningda mag'rurlanish va faxrlanish tuyg'usi paydo bo'ldi. Acaba men bir milliy qahramonni qutuldirib olmadimmi? Uyimda panohlik tilagan odamni saqlamadimmi? Mardlik, azmatlik emasmi bu? Men hayotimda xotira bo'lg'idek ish qildim. Bu savobliq ishim tarixga yezilmasmi, hayotimdagi cho'ng ish bo'lib qoladi. Bu o'g'limni tarbiyalaydigan yaxshi ish bo'ladi. Vatanparvarlikning shuar to'lab namoyish qilish, tashviqot varaqasi tarqitish, yushurun o'ldirish emas, balki bir xil fazilat. Azmatlarga xos mardonlik ekanligini ko'rsatib qo'ydim. Muhit o'zi amroq chiviq o'rindiqda o'ltirdi. U amdi o'ltirishiga Bovay sapni kashini kiyib, "Orqamdan mang", dedi. Muhit dadisi bilan dadisining hujrasiga kirdi. Bovay to'mpishkidan bir bog'lam ochqichni oldi. Ishkapning bir tartmasini ichib, kona portmalni oldi-da, uningdan 5 funt sterling pulni ilib Muhitga berdi. "Buni İbrahim berib qo'ygin, lozim bo'lib qolar", dedi. Muhit dadisining birdilla sehilishib ketganligiga ishonmagandek hayron bo'lib qarab qoldi. Ondan dadisining oq ko'ngilligini esig ilib kuldi. "Xudoyim umringizni uzun qilg'ay." Bovay hayajonlanganligini o'g'liga bildirmaslik uchun darhol burilib portmalni tortmaga solgan bo'lib so'radi. "Buni opang bilamdi?" "Bilmaydi. Birinchi bo'lib sizga aytyapman." "Berib uningga aytmamsan hamdi." "Bo'ladi.
Chaqirgandek hujraga Mo'may kirib keldi. Uning yuzini ter tomchilari bosqa edi. "Nima qilyapsizlar?" deb so'rdi. U javob kutmasdan so'zlab ketdi. "Bugun purchoq bilan so'goqlag'man qildim. G'iding-piding qilmay yanglar. Oshxona ham uyning ishlariga yetisholmayli qoldim. Ata buning yo'lini qilmasanglar bo'lmaydi. Anladingmi dadisi?" "Muhit, uningga aytqina", dedi bovay kulimsirab. Muhit kulimsirab arasaldilikda turib qoldi. "U menga nimani aytmoqchi? Gap qilsanglarchu. Mendan biror ishni yushiryapsizlar ya?" "İbrahim ketadigan", dedi bovay. "Ajab yaxshi", dedi Mo'may. Lekin darholla ko'ngligini posoqqa davatganligini his qilib, gapni o'zgartdi. "U nimaga oldiraydi ekan? Turaversa bo'lmamdi ekan. Bizni ranjib qopdimi ya?" "Ranjigan yoki boshqa ish yo'q. U burunla mushunda qilmoqchi bo'lgan ekan", dedi Muhit. Mo'may hayojonini besiverish uchun berib sofaga o'ltirganicha jimita bo'lib ketdi. Uning ko'ngli yerim bo'ldi, ma'yuslandi va g'am bosdi. Chunki uningda turmushida bir mahal patparaqchilik bo'lgan, mana endi xuddi to'y tugab, nazar tarqab, uningdan faqat quruq aslamalar qoldigandek tuyg'u paydo bo'ldi. "Rostini aysam, uningga ta's bo'ldi", dedi Mo'may echingan holda. Muhit chiqib ketmoqchi bo'lib edi, opasi uni chaqirib oldi. "Muhit, İbrahimning Qur'on Karimi bormidi?" "Meningcha yo'q." Mo'may o'rnidan turib, to'mpishkining tatmisidan kichkina Qur'on Karimni ilib Muhitga berdi. "Bolam, bu Qur'on Karimni uningga bergin. Xudoyim uni o'z panohida saqlab, opasining hiniga omon eson yetkazar. Ah, Xudoyim, o'zingga oson." "Apa, ko'nglingiz bak yaxshi-jumi?" dedi Muhit Qur'on Karimni ilib etib. Muhit bu sovg'ini İbrahimga topshirish uchun oldirab chiqib ketdi. İbrahim harbiy kiyimni kiyib, texmo salopatlik bo'lib ketdi. U aynakka qarab miyiqida kulib qo'ydi. Bu tabassumi xushallanishdan ko'ra o'z taqdiridan ma'yuslanib, o'zini masxara qilganga bekroq o'xshaydi. Muhit uyga kirishiga İbrahim uningga burildi. "Buni lozim bo'lib qolar deb dadam berdi", dedi Muhit 5 funt sterlingni İbrahimga sunib kulimsirgan holda. İbrahim alaymu, olmaymu deb ishkilinib qoldi. "İbrahim, bu pul chuqum lozim bo'ldi. Hozir tortinib turadigan vaqt emas", dedi Muhit uningga yaqinroq kelib. Darvaqa, İbrahimga pul lozim edi. U qechishni planlaganda muhim ish sifatida pul to'g'riliq o'ylashqa edi. Turmada bo'lgan bo'lsa, ota-onasidan pul so'raydi. Hozir sirtda qechib yurgachga unda qilolmaydi. U arsaldilik ichida pulni oldida yanchuqiga silib ta'sirlangan holda. "Sizlarga qandoq rahmat etsam bo'lar? Sizlarning shafqatinglarni mengu unutmayman", dedi. Muhit darhol qo'lidagi Qur'on Karimni uningga sundi. "Buni opam berdi." İbrahim Qur'on Karimni oldi. Suyib qo'yib yanchuqiga silib oldi. Apsi esi keldi bo'lg'ay mehr bilan. "Xudoyim opamni o'z panohida saqlasin", dedi. U minnatdorligini ifodalashga ojizlik qilayotgandek birdam jim bo'lib qoldi. Ondan eg'ir xo'rsinib so'radi. "Iftor zambiriga etishga yana qancha vaqt bor?" "5 minut qoldi", Muhit saytiga qarab qo'yib javob berdi. İbrahim ustalning tortmasidan tapanchasini oldida uning bilan tunishib qolganligiga pushaymon qilgan va hozir yana qo'liga uni ilishga majbur bo'layotganiga afsuslangandek tarzda ma'yuslik bilan tapanchaga qarab turib ketdi. Shu topda uning qarashlarida turmaga kirishdan burunqidek amroqlik, havas yo'q edi. İbrahim tapanchadan o'qlarni chiqarib, xuddi tish doktori bemorining tishlarini tekshirgandek tekshirdi. Tepkisini 2 qitim besib qo'ydi. Ondan boshqadan o'qlab yanchuqiga soldi.
Muhit uningga xuddi yılan oynatquchining zaharlik yılan oynatishiga qaragandek qarab turdi. İbrahim Muhitga burilib so'rdi. İftar zambiriga etilishdan burun tag'am bilan ko'rishib qo'yaymi? Muhit xuddi İbrahim hozirla poyuz qo'ldirib kessa, xo'shlashishga tayyor turgan odamdek turadi. "Qani marhamat", dedi u. İbrahim yetib ketmisun degandek Naval xat yezib bergan qog'ozni salgan yonchug'ini tutib qo'yib, Muhit bilan uydan chiqdi. Ularga Samiya yo'liqdi. Samiya İbrahimga diqqat qilmay, harbiy kiyimini ko'rib, qo'lini ko'ksiga qo'ydi-da, past ovozda vaqirib etdi. "Voy Xudoyim, o'zing saqlag'aysan!" İbrahim uning oldiga keldi. Kulimsirgan holda uningga qo'lini uzatdi. Samiyaning qo'lini siqib turib muloyimlik, minnatdorlik bilan "Hamma ishingiz o'ngishli bo'lsin", dedi. Samiya uning bilan gangirgan holda qo'l ilishdi. Naval Samiyaning orqasiga kelib qulqiga pichirladi. "U hozir ketidi." Samiya eg'ir xo'rsinib, "Buni o'ylamabdiman. Qarag'ina, bu kiyim uningga ajab yarashibdi", dedi. Naval go'yo Samiya o'zini maqtayotgandek, o'ziga toliq odamni ta'riflayotgandek xo'shal kulimsiridi. Ko'zlari hayronlik ilkida İbrahimga tikildi. Yuragi qipidan chiqib ketgudek bo'ldi. İbrahimning pagonidagi yulduzlarning yeniga chiqib olg'usi keldi. Acha singil ikki yigitning keyindan mehmonxona uyga kirdi. Radioda Qur'on Karim qiroat qilinayotdi. İbrahim bovayning qo'liga suyishga tamshalgan edi. Bovay qo'lini tortib olib, "Xudo rahmat qilsin, bolam, o'ltiring", dedi. İbrahim mo'mayning qo'lini so'ymoqchi bo'lib edi. Mo'maymi qo'lini tortib olib, "Tavazu qilmang, bolam, Xudoyim sizni omon eson qilg'ay", dedi. İbrahim nima qilarini bilmay tortingan holda o'ltirdi. Nutuq so'zlash uchun tayyorlik qildigandek tukrugini yutib, eg'ir tinib gap boshladi. "Tag'a, sizga bo'lgan minnatdorligimni so'z bilan ifodalab berolmayman. Men bu uyga kelganda sizlarni haydab yetarmikin deb andish qilgan edim. Ammo bu uyda men mushu chaqcha hech yerda ko'rmagan vatanparvarlik qizg'inligini, mardu mardonlikni ko'rdim." Bovay İbrahimga qaramayla uning so'zini bo'lib etdi. "Bolam, bundaq gaplarni qilmang. Biz qilishga tegishli ishlarni qildik. Ammo sizni yaxshi kutalmadik. Hammadan bexatarligingiz muhim. Ehtiyot qiling. Hozir siz nihoyat qiyin ahvolda." "Xudoyim saqla", dedi İbrahim shu an. "Bolam, Allah sizga yor bo'ladi. Allah yaxshilarni qo'g'daydi, yomonlarni kechirmaydi", dedi mo'may. İbrahim texmo tamtirab ketdi. Chunki gap qilmasa tixi bo'lmaydi. Gap qilay desa nima deyishni bilmaydi. U biror sado chiqaramikin deb hamisining chiroyiga ko'z yugurtib chiqdi. Navalga kelganda go'yo uningdan madad tilagandek tikilib birdam turdi. Ammo Navalning ko'zlaridan muhabbatni, o'zini azobga soldigan muhabbatni ko'rdi. Navalga ko'ngildagini bildirib qo'ymaslik uchun o'zini zo'rg'a besib olib, darhol ko'zlarini Samiyaga yo'tkidi. Samiya muzuvon surmadi. Samiyaning ko'zlaridan xuddi miyit uzdiyotgandek qayg'u hasrat to'kilib turadi. Muhit yerga qarab o'ltiradi. Bovay jimjitlikni buzmoqchi bo'lib, eg'iz ochdi-yu, shu an ortiqcha gap qilayotganligini sezdi. "Bolam, yana nima ishingiz bor? Tortilmay davering. Qo'limdan keldigani bo'lsa, men tayyor." "Rahmat tag'a, ilimi sizni ko'p avora qildim", dedi İbrahim samimilik bilan. "Xijil bo'lmang", dedi bovay. İftar zambiriga etildi. Radiodan ma'zinning ovozi anglandi. "Men tomoqni upsay", dedi mo'may o'rnidan turib. Hamma o'rnidan turdi. Muhit ishkop ustidan jaynamozni oldi. Bovay jaynamozni soldi va qibliga qarab namoz o'qishga boshladi. Muhit
Samiye və Navallar İbrahimning oshxonaga minishini kutib turdi. Ammo İbrahim: "Sizlar berib tamoqinglarni yeyaveringlar. Mushu xo'shlashqini bo'lib qolsin. Sizlar tamoq yeyotganda chiqib ketaman", dedi. Ular bir-biriga qaradi, ammo midirlamadi. "Sizlar beringlar, beraveringlar. İşlar burunqidek tabiiy bo'lsin. O'ylamagan yerdan biror ish chiqib qolarmi, kim biladi", dedi İbrahim yana. "Siz tamoq yemamsiz?" so'radi Samiya ich og'ritib. "Yo'q", dedi İbrahim ko'zlari bilan rahmat aytib. "Lekin siz atdiganda beri hech nima yemedingiz", dedi Samiya samimiylik bilan. "Hechqisi yo'q. Men ro'za tutmadim emasmi?" "Bo'pti, men sizga ozroq qaqliq bolka akilib beray", dedi Naval. "Rahmat. Harbiylarga ko'chada bolka yeyish man'iy qilingan", dedi İbrahim mehribonlik bilan kulib. Oshxonadan cho'rpa ko'tarib chiqqan mo'may İbrahimning gapini anglab qilib: "Yo'q, och qursoq ketsangiz bo'lmaydi. Bu ishingiz qolmashmidi, bolam", dedi. "Hechqisi yo'q, hamma acha, qursqim ochmidi", dedi İbrahim adab bilan. Andın mo'mayning yeniga kelib, o'z hayotini shu oliyjanob sap qo'lining olqiniga qo'ymoqchi bo'lgandek, uning qo'lini avaylabgina tutib suyib qo'ydi. "Bolam, Xudoga omonat, omon bo'ling." İbrahim Muhit bilan qizg'in qo'l ilishdi. Ularning ko'zlari bir-biriga tikildi. İbrahim Samiya bilan qo'l ilishganda kulib qo'ydi. Ammo Samiyaning o'pkisi o'rilib aralla: "Alloh sizga yor bo'lsin", dedi. İbrahim Naval bilan qo'l ilishdi va uning qo'lini qo'yvatgisi kelmadi. U go'yo arzu baxtimni ko'rmay degandek ko'zlarini yumib oldi. Uningga Navalning pichirlishi anglandi. "O'zingizga ehtiyot qiling", dedi Naval va texmo past ovozda qo'shib qo'ydi: "Men uchun." Oxir ular miyit uzilib mang'an odamlardek nihoyat asta, eg'ir qadamlar bilan mingib tamoqxonadan chiqib ketdi. İbrahim o'rindiqqa o'ltirdi-da, shu topda hayotidagi eng ichinishliq, azob chekayotgandek cho'nqur uf tortdi. Buvay namozini o'qib bo'ldi. Baya u namoz o'qiyotgani bilan hamma ishni sezib o'ltirgan edi. Namozini o'qib bo'lib İbrahim bilan qo'l ilishdi. "Oq yo'l bo'lsin. Bu uyni o'z uyingizdek, meni o'z dadingizdek biling", dedi. İbrahim buvayning qo'liga suyib qo'yib: "Rahmat tag'a, ko'p rahmat. Sal turib chiqib ketaman", dedi. Buvay bishini lingshitib qo'yib chiqib ketdi. Hamma tamoq ustida cho'rdab o'ltirishdi. Ammo hech kim gap qilmadi. Tamoqmi yemadi? Bir chaqda ular İbrahimning oyoq tivishini, ishining asta ichilib yipilganligini angladi. İbrahim chiqib ketdi. Hammaylar yanıla jimjit o'ltirdi. To'yiqsiz Naval ustiga bishini qo'yib o'ksib yig'lab ketdi. Samiya uning yelkasini asta silab qo'ydi. Orqadan u Navalga qo'shilib yig'lab ketdi. Naval o'rnidan turib hujrasiga kirib ketdi. Uning ko'z yoshi saldek oqmoqda edi. Samiyamo uning orqasidan hujraga qarab mangdi. Buvay, mo'may, Muhit gap so'z qilishmadi. Mo'may sapliq bilan sho'rpini aralashtirib qo'yib, mangzini bo'ylab eqiyotgan ko'z yoshlarini surtdi. Andin yana quliga sapliqni ilib: "Parvardigorim, ajabmi meni beorom qildigan ish bo'ldi-ku", dedi. Shunda qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.